Ko'pchiligimiz uy sharoitida kollagen tayyorlashni va kollagen ichishni xohlaymiz. Buning yo'li topildi. Bizning tadqiqotlarimiz ish berdi. Buning uchun bizga bittagina svikla, ya'ni nima edi yozib olinglar. Oti nima edi buni? Haqiqatan nima edi? Xo'p, va nihoyat topdik. Administratorimiz javob berib yubordi. Qizil lavlagi. Qizil lavlagining tarkibida kollagenlar mavjud, vitamin C mavjud. Bizga kerak bo'ladigan hamma vitaminlar bor. Soch to'kilayotganda ham bemalol ichsa bo'ladi, hamma ichsa bo'ladi. Va limon. Limon tarkibida vitamin C bor. Vitamin C bilan kollagenni aralashtirganimizda bizni tanamizga juda ham yaxshi yordam beradi. Hozir mana shu ikkalasidan sizga retsept beraman. Hamma ichishi mumkin. Faqat davleniyasi past bo'lsa, limonni kamroq qo'shasiz. Demak, bizning kollagenimiz tayyor bo'ldi. Juda ham mazali. Oxirida limonni ham po'choq bilan, po'sti bilan chaynab yevoramiz. Shunda kollagen yaxshiroq singadi. Xo'p, bu kollagenda kuniga necha mahal ichamiz? Kuniga bir mahal ichamiz bu kollagenni. Ertalab och qoringa ichish tavsiya qilinadi. Agarda ertalab siz ichadigan narsalaringiz bo'lsa, unda kechki payt uxlashdan oldin mana shu 300 gram kollagenni ichib uxlaysiz. Ertalabgacha hamma joy, nafaqat yuz, butun tanangiz chiroyli bo'lishni boshlaydi, taranglashni boshlaydi. Juda ham oson, hamma qilib ko'rsin.